Assalomu alaykum. Mana podval kavlash xizmatlari ham bor. Bir kubasi 150 mingdan 200 minggacha, joyiga qarab, yumshoq qattig'iga qarab, shunaqa chiroyli qilib, chekalarini chiroyli chiqarib podval kavlab beramiz. Xudo xolasa, steyashkalar betonlarini ham kelishib qolsa, betonlarini ham qo'yib chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa bu yerda tayyorlab qo'yganmiz. Hozircha kun sovugani hisobiga turibdi. Endi fevralga chiqib, bir 10-15-larga kunlar yilib qolsa, betonlar qo'yiladi. Mana shu patolog qilayotgan video bo'lyapti. Podvallarni ham o'zimiz qilganmiz. Patologlarni tugatib, boshqa qilgunimizcha kunlar ham yilib qoladi. Bu betonni ham bir yo'l quyib chiqib ketamiz. Podval ham juda uzun bo'lgan, mana 15 metr. Juda ko'p narsa sig'atdi.